Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan iMedTeam pulmonologiya siklimiz davom etadi. O'tgan darsda sizlar bilan biz nafas a'zolarining normal anatomo-fiziologik xossalari haqida gaplashganmiz. Bugundan boshlab esa pulmonologiya kasalliklarini birin-ketin o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz aholi o'rtasida juda ham keng tarqalgan kasalliklardan biri o'tkir bronxitlar haqida bo'ladi. O'tkir bronxit har qanday yoshda, har qanday jins vakilida uchrashi mumkin. Nimaga bu narsani aytyapmiz? Bilsanglar, har bitta terapiya kursimizda epidemiologiya degan nuqtasida, ya'ni qaysi yoshda bu kasallik ko'proq uchraydi, qaysi jinsda bu kasallik ko'proq uchraydi degan pointlarga to'xtatamiz. Ana endi bu kasalligimiz o'tkir bronxit har qanday yoshda, kichkina chaqaloqdan tortib to yoshi katta insongacha bu kasallik uchrashi mumkin. Har qanday ayolda ham, erkakda ham bu kasallik uchrashi mumkin. Shuning uchun bu kasallikda har qanday shifokor, pediatr bo'ladi, terapiya bo'limi bilishi shart. Ana endi o'tkir bronxit qanday kasallik o'zi? O'tkir bronxit bu bronxlarda shilliq qavatini, ya'ni o'tkir yallig'lanishi bilan namoyon bo'luvchi kasallik hisoblanadi. O'tkir bronxitni qisqachagina klassifikatsiyasiga to'xtalaman. Aslida bu klassifikatsiyani kurslarimizda o'sha konspektlarda, prezentatsiyalarda beriladi. Undan tashqari bu klassifikatsiya unchalik ahamiyatga ega bo'lmaganligi uchun ozak aytib beraman. Ya'ni klassifikatsiyada kasallik keltirib chiqaruvchi omillarga bog'liq klassifikatsiyalar mavjud. Bronxlarda qaysi qismi zararlanganiga qarab turib, u joy qanday patomorfologik holatda zararlangan, ya'ni kataralmi, yiringlikmi, qanday yoki undan tashqari qancha cho'zildi. Ya'ni o'tkir bronxitda shunaqa formasi mavjud. Hayotda ko'rasiz, klinikada, praktikada ko'rasiz. Ya'ni 10 kundan ko'proq, 20 kunlab, 1 oylab o'tkir bronxitni klinikasi bilan yuruvchi bemorlar bor. Ularda surunkali bronxit demaymiz. Ko'pchilik ya'ni 1 oy o'tkir bronxit bo'lib qolgan odamga surunkali bronxit deb diagnoz qo'yadi. Bu xato. Ya'ni aynan shunaqa bronxitlarni biz cho'zilgan bronxitlar deymiz. Ya'ni bu qisqachagina klassifikatsiyasi, yana darslarda bu haqida batafsil gaplashamiz. Ana endi o'tkir bronxitni etiologiyasiga to'xtalamiz. Birinchi navbatdagi etiologiyasi bu, demak, bakteriyalar, viruslar va zamburug'lar. Umuman olganda infeksion omil. Ya'ni bakteriyalarga pnevmokoklar, streptokoklar, stafilokoklar yoki turli xil gram manfiy, gram musbat bakteriyalar keltirib chiqarish mumkin. Viruslarga turli xil adenoviruslar, gerpes, hattoki gripp viruslaridan keyin ham bevosita ikkilamchi holatda o'tkir bronxit paydo bo'lishi mumkin. Umuman olganda infeksion omil. Ana endi shu joyda ba'zi adabiyotlarda, ya'ni hujayra ichi qo'zg'atuvchilari ham deb ketilgan, lekin o'tkir bronxit unchalik xavfli kasallik bo'lmaganligi uchun hujayra ichi qo'zg'atuvchilarni biz gapirib o'tmasak ham bo'ladi. Asosiy omilni bu joyda infeksion omilga qaratamiz, ya'ni bakterial viruslar va zamburug'lar. Endi undan tashqari biz uchun, ya'ni bemorlarda bevosita bu kasallikda rivojlanishi uchun sovuq havo juda ham bir muhim bir xavf omili hisoblanadi. Tasavvur qiling, o'tkir bronxitlar, nafaqat o'tkir bronxit, pulmonologiya kasalliklari biz ko'z oldingizga keltiringda, u pnevmoniya bo'lishi mumkin, surunkali bronxitni qo'zishi mumkin, boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Ko'pincha shu kuz, bahor oylarida, qish oylarida juda ham keng tarqalgan bo'ladi. Ya'ni aynan shu sovuq muhit bevosita xavf omili bo'lganligi uchun bu kasallik kelib chiqishida muhim rol o'taydi. Keyingi omil bu ekologik omillar. Ekologik omil to'g'risini aytsam, o'tkir bronxitda unchalik muhim bir rol o'ynamaydi. Ekologik omillar ko'proq surunkali bronxitlarda muhim rol o'ynaydi. Chunki doimiy atrofingizda qandaydir zavodlar, ya'ni changlar, polyutantlar yoki kasbiy, masalan, qanaqadir zavodda ishlaysiz, u joydan doim chang chiqib turadi. Aynan shunday insonlarda o'tkir bronxitdan ko'ra ko'proq surunkali bronxitlar, astmalar kelib chiqadi. Ularda batafsil tegishli mavzularda gaplashamiz. Ya'ni bu joyda unchalik xavf omili yuqori emas. Ana endi allergik mahsulotlar hisobi, ya'ni allergik holatdagi, allergik fonda kechuvchi o'tkir bronxitlar mavjud. Ya'ni allergik mahsulotlar yoki allergik fonni chaqiruvchi boshqa bir narsalar, bular hammasi allergik bronxitni, o'tkir bronxitni keltirib chiqarishi mumkin. Ana endi zararli odatlar. Zararli odatlarga eng muhim bo'lgan, ya'ni
xavfli omillardan biri bo'lgan narsa bu sigareta hisoblanadi. Aynan bu sigareta, ya'ni aktiv chekuvchilar ham, passiv chekuvchilarda ham nafaqat o'tkir bronxit, boshqa pulmonologiya kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Bu qisqacha etiologiyasi. Ana endi do'stlar, bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Yana qaytarib aytyapman, o'tkir bronxitlarda ko'proq infeksion omil muhim rol o'ynaydi. Ana endi qolgan barcha faktorlar bevosita, ya'ni bronxlarni shilliq qavatidagi normal ketayotgan, ya'ni u joydagi himoya tizimini buzib qo'yadi. Sovuq sharoit bevosita kasalliklarda, har qanday sovuq, shu joyda bir narsani yana ta'kidlab o'tib ketish kerak, diqqat qilamiz. Sovuq sharoitda endilikda barcha darslarimizda gaplashib ketamiz. Pulmonologiya siklidagi barcha kasalliklarda sovuq muhim rol o'ynaydi. Nafaqat pulmonologiyada, nefrologiya kursimizda ham, revmatologiya kursimizda ham sovuq omili xavf omillari hisoblanadi. Shuning uchun bu sovuq omil hisobiga undan tashqari qon tomirlarida qon oqimi sekinlashadi. Bevosita barchasi himoya tizimini buzadi. Ana endi o'tgan darsimizda sizlar bilan eslaganda bo'lsa, biz normal fiziologiyasini gaplashgan paytimizda mukotsillar clearance haqida gaplashganmiz. Demak, yozamiz. Mukotsillar clearance. Mukotsillar clearance. Mukotsillar clearance nima degani? Bu doim 24 soat mobaynida har qanday insonda kechuvchi jarayon. Bunda qanday bo'ladi? Qisqacha qilib aytganimizda, ya'ni bronxlar shilliq qavati, bronxlar bilsak, demak, qisqacha o'tgan darsda qaytaradigan bo'lsak, mana bronxlar bitta kesmasdan olib qaraydigan bo'lsak, bronxlar o'zi 4 ta qavatdan iborat: shilliq, shilliq osti, adventitsiya va fibroz sog'ay qavatlardan iborat bo'ladi. Undan tashqari yana bitta jihati, katta bronxlardan boshlab kichik bronxlarga kelganda, ya'ni bronx daraxti bor. Buni darslarimizda gaplashdik. Ularda gistologik formasi ham asta-sekin o'zgarib boradi. Ya'ni yuqoridagi bronx bilan pastdagi bronx bir xil bo'lmaydi hech qachon. Gistologiyasi farq qiladi. Ana endi umumiy bronxlarda 4 ta qavat deb oldik. Endi mana bu shilliq qavatida e'tibor qaratgan bo'lsalaring, shilliq qavatida mukotsillar apparat joylashgan bo'ladi. U qanday bo'ladi? Demak, mana bu yashilda berilganlar, bular bez hujayralar, qadaqsimon hujayralar. Bu qadaqsimon hujayralar doim shilliq ishlab chiqaradi. Ana endi bu shilliq o'zi harakatlana olmaydi. Bu joyda epiteliyalar mavjud. Hilpillovchi epiteliya faqat bir tomonga harakatlanadi, pastdan yuqoriga qarab harakatlanadi. Bular tebranib, mana bu shilliqlarga yopishgan turli xil mikroorganizmlar, bakteriyalar, yot narsalar nimaki bo'lsa, ya'ni himoya deyapman-ku. Ya'ni shilliqqa o'tirib qoladi, bu kiprikchalar asta-sekin harakatlanib, bevosita u narsani chiqarib yuboradi va bizda yo'tal refleks bilan yoki shunchaki balg'am ajralish bilan u yot narsa, u yomon narsalar hammasi, ya'ni patogen narsalar chiqib ketadi. Bu mukotsillar apparat, ya'ni bu bizni bir so'z bilan aytganda nafas a'zolarimizda, ya'ni himoya organi deb, ya'ni qo'shtirnoqchida organi deb atasak ham bo'ladi. Ana endi juda ham ko'plab kasalliklarda aynan shu mukotsillar apparat buziladi. Xususan bunda ham, o'tkir bronxitda ham. Demak, patogenezini boshladik. Xo'p, ana endi yuqorida aytganimizdek, mana bu bakteriyalar, undan tashqari mana bu viruslar, ya'ni infeksion omillar quyidagi xavf omillari orqali ta'sir qiladi. Mana bu ko'rib turganingizdek, mana bu bakteriya, mana bu qizilda berilganlari bakteriyani antigenlari. Bakteriya kelib mana shilliq qavatga nima qilyapti? Ta'sir qilyapti. Bu joyda mukotsillar apparat bevosita yuqoridagi faktorlar hisobiga pasaygan, o'zining funksiyasini yo'qotgan. Bakteriya kelib ta'sir qilgandan keyin, mana bakteriya o'zidan birinchi navbatda toksin ishlab chiqaradi. Toksinlar esa shilliq qavatni zararlaydi. Ana endi bilamiz biz, ya'ni membranalar qo'sh qavat lipiddan tashkil topgan. Shuning uchun bu joyda fosfolipaza A2 orqali, demak fosfolipaza A2 orqali arxidon kislotadan, ya'ni bulardan arxidon kislota hosil bo'ladi. Arxidon kislota esa ana endi ikkita yo'l orqali, ya'ni siklooksigenoza yo'li orqali yoki lipooksigenoza yo'li orqali davom etadi. Ya'ni jarayonlar bu haqida, ya'ni yallig'lanish haqida to'liq videolarimiz, ya'ni patologiya kursimizda o'rgatiladi. Undan tashqari YouTube'dagi patologiya playlistimizda hammasi joylashgan. Biz hozir kasallikka kerakli bo'lgan qismini o'rgansak bo'ldi. Chuqur kirib borishimiz shart emas. Uni patologiya kurslarida alohida o'rganasizlar. Demak, bu joyda siklooksigenoza yo'li orqali va lipooksigenoza yo'li orqali ta'sir qilyapti. Ana endi siklooksigenoza yo'li orqali bilamiz prostaglandinlar, tromboksan A2, prostasiklinlar hosil bo'lsa, ana endi lipooksigenoza yo'li orqali bevosita lekotrinlar, lipoksinlar hosil bo'ladi.
Ana endi aynan shu lekotrinlarda qanday ahamiyati bor? Lekotrinlar bevosita shu bronxlar shilliq, ya'ni bronxlarda o'zini retseptorlari bo'ladi. Retseptorlari bu retseptor lekotringa sezuvchi retseptorlar, ya'ni bu retseptorlarga ta'sir qilib, bu joylarda bronxlarda spazm keltirib chiqaradi. Mana, ya'ni bronxlarda nima keltiryapti? Spazm. Faqat bu joyda bitta narsani inobatga olish kerak. Bu lekotrin o'tkir bronxitda haligi astmaga o'xshagan, surunkali bronxitlarga o'xshagan yaqqol spazm chaqirmaydi. Yengil spazm bo'ladi. Hali hansirash bilan, hali og'ir klinikalar bilan ketmaydi o'tkir bronxitda. Ya'ni lekotrinlar spazm unchalik kuchli bo'lmaydi bu kasallikda. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Ana endi mana bu joyda prostaglandinlar bevosita mana bronxda ya'ni to'rala qavatda tasvirlangan prostaglandinlar bevosita shu joydagi mikrosirkulyatsiyani buziladi, qon tomirlar o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Bevosita bu joyda endi mana bu joyda hozir biz spazm degan klinikani ko'rdik. Demak, bitta klinikani yozib qo'yamiz. Spazm degan klinikasi, yengil klinikalardan bittasi. Prostaglandinlar hisobiga endi mana bu joyda mikrosirkulyatsiya buzildi va boshqa holatlar, shish belgilari paydo bo'ladi. Endi shish belgilarini biz ko'z bilan ko'ra olmaymiz. Qachonki bronxoskopda ko'rganimizda bronxlar shilliq, ya'ni ozgina bo'lsa ham shilliq qavatda shish belgilarini ko'rishingiz mumkin. Ana endi undan tashqari qon oqimi orqali, ya'ni bu joyda hemotaksis jarayoni, ya'ni yallig'lanish mavzularidan juda yaxshi bilamiz. Hemotaksis orqali mana bu joyga makrofaglar va neytrofillar yetib keladi. Demak, makrofag hamda neytrofillar. Ana endi shu joyda yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mana bu neytrofillar nimani bildiryapti? Hali sizlarda dars oxirida diagnostikani gaplashgan paytimizda, ya'ni neytrofilli leykositoz haqida gaplashamiz. Mana qayerdan kelib chiqyapti? Neytrofilli leykositoz, ya'ni yallig'lanishga bog'liq. Ana endi makrofaglar hisobiga, demak mana makrofaglar hisobiga bu joyda monokillar ishlab chiqariladi. Demak, interleykin 1, tumor nekrozis faktor, ya'ni alfa, ya'ni bular interleykin 1 bilan tumor nekrozis faktor alfalar, bular bevosita gipotalamusga ta'sir qiladi. Ya'ni bu joyda prostaglandin E2 ni ishlab chiqarishini oshiradi, sintezini. Bu esa gipotalamusga ta'sir qilib, gipotalamusda bilamiz, temperatura markazi joylashgan. Mana endi yana bitta klinikaga kelib chiqyapti. E'tibor bergan bo'lsak, tana haroratining ko'tarilishi, temperaturaning ko'tarilishi. Lekin temperaturaning ko'tarilishi unchalik yuqori bo'lmaydi. Maksimal 38,5 gradusgacha borishi mumkin. Ana endi demak makrofaglardan, demak makrofaglar hisobiga interleykin 1 va tumor nekrozis alfalar orqali, ya'ni tumor nekrozis faktori orqali bu joyda gipotalamusga ta'sir qilib, tana harorati ko'tarilish holatlari kuzatilyapti. Ana endi undan tashqari mana bu joyga e'tibor qaratamiz. Ya'ni bakteriyalar ustida antigenlar joylashgan dedik. Ana endi bu antigenlarga nisbatan mana bu joyda semiz hujayra qanday ta'sir qiladi? Semiz hujayrada immunoglobulinlar bor, ya'ni aynan shu nimalarda antigenlarga qarshi antitanalar ishlab chiqargan bo'ladi va undan tashqari semiz hujayra o'zlaridan nima ishlab chiqaradi? Ya'ni aktiv moddalar ishlab chiqaradi. Ular demak gistamin, serotonin, ya'ni bular hammasi yallig'lanishda ishtirok etuvchi, buni yallig'lanish mavzularini gaplashganmiz. Bradikinin bu joyda bevosita og'riqni keltirib chiqaradi. Ya'ni hozir klinikasida gaplashamiz, ya'ni yana bitta klinikani hozircha belgilab qo'yapmiz, og'riq. Ana endi mana bu joyda gistamin bizga nisbatan muhimroq. Bu gistamin bevosita bizda nimani, ya'ni gistaminga sezuvchi retseptorlar bor bu joyda va bu joyda bronxlarda spazmiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bu spazm ham unchalik haligi yaqqol spazm bo'lmaydi. Ana endi mana ko'rib turganingizdek, o'tkir bronxitni qisqacha patogenezi shundan iborat. Ya'ni aynan shu yallig'lanish mediatorlari orqali mana shilliq qavatda zararlanish ketdi, u joy buzildi, mukosillar apparati buzildi va o'tkir jarayon ketyapti, o'tkir yallig'lanish ketyapti. Ana endi sizlar bilan bu kasallikni klinikasiga to'xtalib o'tamiz. Umuman nafaqat bu o'tkir bronxit, balki pulmonologiyada muhim bo'lgan belgi nima deyilsa, birinchi o'rinda bu klinik belgini qizil bilan yozib qo'ysak bo'ladi. Bu klinika yo'tal belgisi hisoblanadi. Ya'ni deyarli barcha pulmonologiya kasalliklarda yo'tal belgisi bo'ladi. Ana endi bu yo'tal belgisi qanday paydo bo'ldi?
Yo'tal belgisi yuqorida gapirganimizdek mukosillyar apparat dedik. Mana bu turli xil bakteriyalar tushgandan keyin mana bu joyda ya'ni giperaktivlik kuzatiladi. Bez hujayralar gipersekretsiya bo'ladi. Ya'ni u joyda ko'p ishlab chiqarilgandan keyin sekret mana bu hilpillovchi epiteliyam funksiyasi ozmuncha buzilgan bo'ladi. Mana bu bakteriya tushgandan keyin bevosita shilimshiqqa, ya'ni yuqoridagi sekretga qo'shilib, hilpillovchi bakteriyalar orqali harakatlanadi. Aynan shu bronxlarda joylashgan retseptorlarni qitiqlaydi. Va bu yo'tal refleksi, buni ham o'tgan darsda gaplashdik. Bevosita yo'tal refleksini keltirib chiqaradi. Ya'ni shilliq ko'p, ya'ni balg'am ko'p ishlab chiqarilgani uchun. Ana endi o'tkir bronxitda yo'talni o'ziga xos bo'lgan xarakteri nimadan iborat? Bu joyda yo'tal demak dastlab 2-3 kun quruq bo'ladi. Ya'ni birdaniga yallig'lanish bo'lib, birdaniga gipersekretsiya bo'lib qolmas ekan. Demak, dastlab 2-3 kun bemorda quruq yo'talli o'zi bo'ladi. Ana endi 2-3 kundan boshlab nam yo'talga o'tadi. Nam yo'tal nima degani? Nam yo'tal endi ikkinchi klinika paydo bo'ldi degani bu balg'am. Ya'ni balg'amli yo'talni biz doim nam yo'tal deb ataymiz, ya'ni balg'amli yo'tal, ya'ni balg'am ishlab chiqarilishi. Endi balg'am qayerdan paydo bo'ldi? Balg'am bevosita yana o'sha mukosillyar apparatga to'xtalyapmiz. Shuning uchun o'tgan darsimizda ko'p qaytardik. Mukosillyar apparat butun dars davomida kerak bo'ladi. Mana bu joyda mana ko'rib turganingizdek, qadahsimon hujayralar juda ham giperaktiv bo'lib ketadi. Bu himoya omili, yallig'lanishga qarshi bu shunday javob qaytaryapti. Shuning uchun bu joydan ko'p sekret ishlab chiqaradi, ko'p shilliq ishlab chiqariladi. Bu nima degani? Bu balg'am degani. U joyga bakteriyalar, viruslar, boshqa nimalar tushib qolgan bo'ladi. Shuning uchun balg'amli tekshiruv shuning uchun muhim bizga. Demak, balg'am paydo bo'lyapti. Keyingi klinik belgi. Demak, yo'tal dastlab 2-3 kun quruq, keyin nam yo'talga o'tyapti. Ana endi bemorlarda yo'tal qachon kuchayadi, ya'ni vaqtlari u aniq bir vaqtiga emas, ko'proq ertalablari ko'proq kuzatiladi, lekin mana bu vaqtda ko'proq bo'ladi degan tushuncha o'tkir bronxitda har qanday holatda ko'p bo'ladi. Ya'ni hattoki shunday holat kuzatilishi mumkinki, yo'tal hisobiga og'riqlar paydo bo'ladi. Bu qanday namoyon bo'ladi? Yo'tal hisobiga og'riq, ya'ni bemor ko'p yo'talganida, ya'ni tinmasdan ko'p yo'taladi, hattoki qovurg'alar, mushaklari og'rib ketadi. Diafragma mushaklari og'rib ketadi. Ya'ni ko'p yo'talish hisobiga hattoki bemorda og'riq. Og'riq demak, mana bu joyda bevosita yallig'lanish hisobiga bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, ikkinchisi demak yo'tal hisobiga bo'lyapti. Ya'ni ko'p yo'talish hisobiga og'riq belgilari bo'lyapti. Ana endi keyingi klinik belgi bu tana haroratining ko'tarilishi, temperaturani ko'tarilishi. Temperaturani ko'tarilishi do'stlar yuqori bo'lmaydi. Demak, 37 gradus, 37,5 gradus, 38 gradus yoki mana boring yana 38,5 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Unchalik yuqori bo'lmaydi. Agar yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, biz masalan pnevmoniya bilan diferensiyatsiya qilishimiz mumkin va hokazo. Ya'ni yuqori isitma kuzatilmaydi. Aynan shu joyda bitta narsani to'xtalib aytib ketmoqchiman. Mana hozirgacha ko'rgan bo'lsangiz, o'tkir bronxitni yengil kasallik deb aytib o'tib ketyapmiz, lekin yosh bolalarda unday kechmaydi. Yosh bolalarda xavfliroq kechadi. Yosh bolalarda, masalan, tasavvur qiling, bugun bitta yosh bola, aytaylik, barobar 2 yoshli chaqaloq bola o'tkir bronxitga chalingan bo'lsa, ertalab kerak bo'lsa, obeddan keyin unda bronxopnevmoniya yoki boshqa kasallik rivojlanishi mumkin. Yoki ertaga ko'rsangiz, o'sha unda pnevmoniya boshlangan bo'lishi mumkin. Bolalarda jarayon juda ham tez kechadi, chunki bronx yo'llari kalta, immunitet past va hokazo. Buni pediatriya kursimizda albatta gaplashamiz. Ya'ni demoqchiman, yosh bolalarda pulmonologik kasalliklar nisbatan xavfli kechadi. U kerak bo'lsa gripp, kerak bo'lsa bronxit, rinit, nimaiki bo'lsa ham. Ya'ni kattalarda tabiiy holat yengilroq kechadi bu kasallik. Demak, tana harorati ko'tarilishi. Ana endi bir so'z bilan aytganda, qolgan klinik belgilarni qaranglar. Demak, intoksikatsion belgilar deb shartli ravishda qo'yyapman. Intoksikatsion belgilar. Bularga demak shartli ravishda kirgizamiz. Demak, hammasini. Demak, qaranglar. Bosh og'rig'i kuzatiladimi? Kuzatiladi. Bosh og'rig'i. Undan tashqari qaranglar, umumiy holsizlik,
Yani albatta endi umumiy holsizlik kuzatilishi tabiiy hol. Men doim talabalarga kurslarda aytaman, ya'ni oddiy gripp bo'lsangiz ham holsiz bo'lib qolishingiz mumkin, to'g'rimi? Boshqa kasallik tabiiy hol bo'lish holati. Umumiy holsizlik undan tashqari, ya'ni miyalgiya holatlari kuzatilishi bo'ladi. Miyalgiya holatlari, ya'ni mushaklarda og'riq, hali ba'zilar aytadi, bemorlar oldingizga kelib suyaklarim zirqirab boryapti, hamma yog'im qattiq og'riyapti, qaltirayapman degan holatlar ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni butun tanada og'irlik hissi bo'lishi. Keyingisi ishtahani pastligi. Albatta endi ishtaha demak juda ham ko'p o'tkir kasalliklarda ishtaha pasayib ketadi. Demak, bu umumiy intoksikatsion belgilar, ya'ni bosh og'rig'i, umumiy holsiz bo'lishi, ishtahani pastligi yoki mana bo'g'imlarda og'riq bo'lishi mumkin ba'zi holatlarda yoki mushaklarda og'riq bo'lishi mumkin. Har xil holatlar bilan bemor sizga shikoyat qilishi mumkin. Lekin biz uchun alohida, ya'ni asosiy bo'lgan klinik belgilar yana to'xtalyapman. Yo'tal dastlab 2-3 kun quruq, keyin nam yo'talga o'tyapti, ya'ni balg'am, ya'ni alohida bitta ko'rsatkichi mavjud emas, ya'ni qonli, zangsima unaqa demaymiz. Har xil, ya'ni kasallik qay darajada bronx shirla qavati zararlanganiga qarab turib balg'am ajalishi har xil bo'ladi, har xil bemorda. Ana endi tana haroratining ko'tarilishi, ba'zi holatlarda ya'ni og'riq belgilari, yo'tal hisobiy yoki shu yallig'lanish hisobiy va umumiy intoksikatsion belgilar. Demak, bu o'tkir bronxitni asosiy klinik belgilari hisoblanadi. Endi bu umumiy klinik belgilar ekan. Klinik kechishi qanday bo'lishi mumkin? Klinik kechishi ko'proq kasalliklarda demak qaysidir ya'ni shu etiologik omil hisobiy dastlab boshlanadi. Bemorlarda tumov belgilari bilan, gripp belgilari bilan, boshqa yuqori nafas a'zolarining o'tkir kasalliklaridan so'ng paydo bo'lishi mumkin. Bemorlarda dastlab tumov belgilari, isitma belgilari, keyin yo'tal, balg'am va hokazo shunday tartibda ketadi. Ya'ni buni keyslar tahlilida ko'rganimizda darsimizda yana ham chuqurroq o'rganib olamiz. Ana endi o'tkir bronxitga qanday diagnoz qo'yamiz? Mana bu joyga e'tibor qaratinglar, ya'ni anamnez. Bu nima degani? Anamnez, ya'ni bu joyda men juda ham ko'p ta'kidlayman, anamnezga juda ham bilasizlar, kursda juda ham ko'p to'xtalamiz. Anamnez, ya'ni har bitta yuqorida biz sanagan klinik belgilar mana bu joyda sanadiku, har bitta klinik belgilar qanday tartibda kechyapti? Qachon boshlangan, nimadan keyin boshlangan va hokazo to'liq anamnez yig'ib, o'sha kasallik, ya'ni qaysi kasallik haqida o'ylayapsiz? Balki pnevmoniyadir, balki surunkali bronxitni qo'zishidir, bronxialitdir, alveolitdir, plevritdir va hokazo. Ya'ni anamnezdan birinchi siz taxminiy diagnozni ajratib olasiz. Ana endi bizga bevosita tekshiruv usullari kerak bo'ladi. Bular bizni oltin qurolimiz, ya'ni pulmonologiyada bu auskultatsiya. Auskultatsiya qilamiz, lekin auskultatsiyada nima ko'rishimiz mumkin? Nima eshitishimiz mumkin? Kechirasizlar. Auskultatsiyada biz maksimal darajada demak birinchi o'rinda dag'al vezikulyar nafas. Dag'al vezikulyar nafas eshitamiz yoki quruq xirillash. Ana endi 2-3 kundan o'tgandan keyin nima? 2-3 kundan o'tgandan keyin nam. Chunki balg'am bo'lyapti. Nam xirillash keyin. Nam xirillash. Ya'ni mana dag'al vezikulyar nafas, ikkinchisi quruq xirillash va ba'zi holatlarda nam xirillashlarni eshitishimiz mumkin. Lekin ko'pincha dastlabki kunlari dag'al vezikulyar nafas eshitasiz. Xo'p, ana endi keyingisi qon tahlili. Qon tahlili bizga nima beradi? Qon tahlili birinchi o'rinda yallig'lanish belgilaridan biri bo'lgan eritrositlarni cho'kish tezligi yuqori bo'ladi. Keyingisi leykositoz. Leykositoz, ya'ni yuqorida ham aytdik, mana bu joyda nitrofilli leykositoz haqida. Ya'ni ko'rganimizda baland bo'ladi. Endi baland bo'ladi deganda juda ham baland, katta ko'rsatkich nazarligi, eritrositlar cho'kish tezligi 50-60 bo'lib, nitrofilli leykositoz 12-13 bo'lib, u darajada baland bo'lmaydi, lekin yallig'lanishga bog'liq holatda klinik belgilarga mos ravishda ko'tarilish holatlari kuzatiladi. Ana endi biz darslarimizda doim aytamiz, o'zi o'tkir bronxit, yuqorida ham aytdim, yoshi kattalardan unchalik xavfli kechmagani uchun klinikasi, ya'ni anamnez yig'ib, auskultatsiya qilib, qon tahlilini o'zi qilib diagnoz qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol diagnoz qo'ysangiz bo'ladi. Klinikada, praktikada bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Ana endi siz oldingizga bemor keldi, ya'ni undagi intoksikatsion belgilar yuqori, siz bu pnevmoniyami yoki o'tkir bronxitmi ajrata olmayapsiz. Ya'ni
ikkilanish bo'lyapti sizda, balki pnevmoniyadir, balki bronxitdir. Bu joyda davolash taktikasi bir-biridan farq qiladi. Ana endi shu joyda siz endi nima qilasiz? Ya'ni asbobiy tekshiruv usullaridan, rentgendan yoki kerak bo'lsa tomografiyadan foydalanishingiz mumkin. Ana endi buni rentgendagi ko'rinishini mana ekranda ko'rib turibsizlar. Ko'rganlaringizning unchalik katta o'zgarish yo'q. Faqat bu joyda ya'ni ildizlar ozgina kaygan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu joyda rentgenni ko'pincha pnevmoniyani inkor qilish maqsadida ishlatamiz. Demak, yuqoridagi mana bu 3 ta bilan bemalol diagnoz qo'yishingiz bo'ladi. Kes tahlilida yana chuqur o'rgataman. Ana endi bakteriologik tekshiruv. Bakteriologik tekshiruv kechasizlar 3 kunda javobi chiqadi. Ana endi bu, ya'ni bizning darsimiz ko'proq klinika, hayotiy nimalarga bog'liqligi uchun keyslarga endi bakterial tekshiruv biz 3 kun kutib o'tiramizmi? Yo'q, albatta biz davolayotgan paytimizda endi qani endi bu balg'ami tarkibida qanaqa nima etiologik omil bor ekan, qanaqa bakteriya bor ekan, qanaqa virus bor ekan, qanaqa zamburug' bor ekan deb o'ylanib o'tiramiz. Yo'q, keng spektrli antibakterial vositalardan foydalanib turamiz. Endi kerak bo'lgan paytda albatta bu qilinishi mumkin, lekin unchalik haligi yaqqol ahamiyatga ega bo'lgan diagnostik omil emas, lekin kerak bo'lsa albatta qilish kerak bo'ladi. Demak, diagnoz uchun shu punktlarda o'zi kerakli bo'ladi. Ana endi davolash taktikasi qanday bo'ladi? Davolash taktikasini IMED tim terapiya yoki pediatriya klinik kurslarida albatta batafsil har bitta dorilarga to'xtalib, keyslar tahlilida o'rgatamiz, lekin umumiy ma'noda nima qilish kerak? Dieta, ya'ni bu joyda kaloriyasi yuqori bo'lgan yaxshi haligi quvvat beruvchi taomlardan yeyish, keyingisi ko'proq suyuqli ichish, limon choy, asal choy yoki turli malina choylardan ichish. Ana endi keyingisi antibakterial dorilar. Antibakterial dorilar shu joyda 3 xil ko'rinishda ketishi mumkin. Yosh bolalarga masalan sirop ko'rinishida, yosh kattalarga ham, yosh bolalarga ham yoki tabletka ko'rinishida yoki inyeksiya ko'rinishida, ya'ni ukollar ko'rinishida ketishi mumkin, inyeksiya ko'rinishida. Va bu bemoringizda umumiy holatiga qanday klinik belgilari bor yoki yo'qligiga bog'liq. Buni ham darslarda o'rgatamiz. Keyingisi mukolitiklar. Mukolitiklar bevosita balg'amga qarshi bo'lgan, buni nomlari ko'p. Buni ham klinik ko'rinishga qarab tanlaymiz. Keyingisi antigistamin preparatlar, yo'tal ko'p bo'lsa, agar spazm holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, nafaqat antigistamin, balki salbutamollar va boshqa shu bronxlarni kengaytiruvchi dorilar ishlatishingiz mumkin. Albatta bu ham kasalligingizda qanday holatda ketayotganiga bog'liq. Keyingisi virusga qarshi bo'lgan dorilar, ya'ni virus etiologiyali kasalligi bo'lsa, virusga qarshi bo'lgan dorilar beramiz. Keyingisi mana nosteroid yallanishga qarshi bo'lgan dorilar. Nima uchun beryapmiz buni? Chunki mana bu joyda tana harorati ko'tarildi, ya'ni temperaturani tushirishimiz kerak. Albatta yosh bolalarda boshqa tartibda, yosh kattalarda boshqa tartibda ketadi. Ya'ni bu joyda bevosita analgetiklar ishlatsak ham bo'ladi, ya'ni isitmani tushirib og'riq belgilarini kamaytiramiz. Undan tashqari bemorda qandaydir klinik boshqa belgilar kuzatiladigan bo'lsa, boshqa simptomlar bo'lsa, albatta o'sha simptomlarga qarshi davolash taktikasini olib boramiz. Bir so'z bilan aytganda, o'tkir bronxitga shunaqa dori yozasiz deb biz umumiy bitta shablon bera olmaymiz. Chunki har bitta bemor alohida individ. Buni juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun har bitta kelgan bemorga professional ravishda, ya'ni individual yondashamiz va o'shanga qarshi bo'lgan preparatlarni yozib bemorlarni davolaymiz. Demak, bugungi o'tkir bronxit haqida qisqacha bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Video yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyda o'z izohlaringizni qoldiring, like bosing va bu biz uchun juda ham katta motivatsiya beradi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.